Qadrli tomoshabinlar, bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Hukumat pasportlar bilan bog'liq yangi o'zgarishlarni qabul qildi va bu masala ayniqsa yoshi ulug' fuqarolarimizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar uyingizda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz bo'lsa yoki o'zingiz pensiya yoshida bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki bitta hujjatdagi xato muddati o'tgan pasport yoki o'z vaqtida almashtirilmagan ID karta pensiya olishda, bankdan pul yechishda, shifoxonaga kirishda, notariusga borishda, hatto meros masalasida ham katta muammo tug'dirishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgardi, kimlar shoshilishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi joylarda odamlar eng ko'p xato qiladi va hozirning o'zida qanday amaliy qadamlarni bajarish kerak. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p oila ortiqcha yugur-yugurdan, jarimalardan va tushunmovchiliklardan saqlanadi. Avval ko'pchilik fuqarolar eski namunadagi biometrik pasport bilan yurardi. Bu pasport ichki hujjat sifatida ham. Ayrim holatlarda xorijga chiqish bilan bog'liq hujjatlar tizimida ham odamlarga tanish edi. Keyin bosqichma-bosqich ID karta tizimi joriy qilindi. Ya'ni fuqaroning shaxsini tasdiqlovchi asosiy hujjat sifatida plastik ko'rinishdagi ID karta berila boshlandi. Bu karta kichik, qulay elektron bazalar bilan bog'langan, unda shaxsning asosiy ma'lumotlari raqamli tizim orqali tekshiriladi. Endi hukumat tomonidan pasport va ID karta bilan bog'liq tartiblar yanada aniqroq belgilanyapti. Asosiy maqsad shuki, odamlar eski, yaroqsiz, muddat tugagan yoki ma'lumotlari noto'g'ri bo'lgan hujjatlar bilan yurib qolmasin. Davlat xizmatlari, banklar, pensiya jamg'armasi, tibbiyot muassasalari, notariuslar, kadastr, sud, soliq va boshqa idoralar bir xil elektron ma'lumotlardan foydalansin. Buning natijasida hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili, JSHR raqami, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami bo'yicha chalkashliklar kamayadi. Lekin oddiy odam uchun eng muhim savol bitta. Menga nima qilish kerak? Ayniqsa qarilarimiz uchun bu savol juda muhim. Chunki ko'p ota-onalarimiz hali ham pasportim uyda turibdi, rasmini ko'rsataman, yetadi deb o'ylaydi. Ayrimlar eski pasportni sandiqda saqlab qo'ygan, ayrimlar ID karta olgan, lekin muddatiga qaramagan. Ayrimlarning pasportidagi familiya nikohdan keyingi hujjatlar bilan mos kelmaydi. Ayrimlarda yashash manzili eski joyida qolib ketgan. Mana shunday kichik ko'ringan masalalar keyin katta muammoga aylanadi. Masalan, pensioner onaxon har oy pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Bank tizimida uning ID kartasi muddati tugagan deb chiqsa, bank xodimi ayrim operatsiyalarni cheklashi mumkin. Yoki Boboqson shifoxonaga yo'llanma olmoqchi bo'ladi. Lekin elektron tizimda pasport ma'lumotlari eski bo'lib turadi. Yoki meros hujjati rasmiylashtirilayotganda notarius hujjatlaringizdagi ism bir xil emas, avval to'g'rilab keling deydi. Mana shu vaziyatlarda odam asabiylashadi. Nega oldin aytishmadi deydi. Men bugun aynan oldindan tayyor bo'lishni tushuntiryapman. Birinchi navbatda pasport yoki ID kartasi muddati yaqin orada tugaydigan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Hujjatning ustida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Ko'pchilik faqat tug'ilgan sanasiga qaraydi, lekin amal qilish muddatini tekshirmaydi. Agar muddat tugagan bo'lsa, sizning hujjatingiz amalda ko'p joyda to'liq qabul qilinmasligi mumkin. Masalan, siz bankda yangi karta ochmoqchisiz, telefon raqamini nomingizga rasmiylashtirmoqchisiz, notariusda ishonchnoma bermoqchisiz. Davlat xizmatidan ma'lumotnoma olmoqchisiz. Muddati o'tgan hujjat bilan tizim sizni o'tkazmasligi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh eski namunadagi biometrik pasportni hali ham ID kartaga almashtirmaganlar. Agar sizda hali ham eski pasport bo'lsa, mening pasportim hali butun, yirtilmagan, demak almashtirmasam ham bo'ladi deb o'ylamang. Masala faqat qog'ozning butunligida emas, masala hujjat turining amaldagi talabga mosligida. ID karta olish orqali siz elektron davlat xizmatlaridan foydalanishda, bank va notarial amaliyotlarda, tibbiy sug'urta va pensiya tizimlarida ancha qulaylikka ega bo'lasiz. Uchinchi guruh hujjatlarida ism, familiyasi turlicha yozilganlar. Bu ayniqsa yoshi ulug' ayollarda ko'p uchraydi. Masalan, nikoh guvohnomasida familiya bir xil, pasportda boshqacha, pensiya hujjatlarida yana boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Bir joyda o'g'loy, boshqa joyda uguloy. Yana bir hujjatda ogiloy bo'lib ketgan bo'ladi. Oddiy ko'ringani bilan elektron tizimlar bunday farqni alohida shaxs deb ko'rishi mumkin. Keyin pensiya, meros, bank, kadastr ishlari to'xtab qoladi. 4-guruh
Yashash manzili o'zgargan, lekin hujjatda hali eski manzil turgan fuqarolar. Ko'p qarilar farzandining uyiga ko'chib o'tgan bo'ladi, lekin ro'yxat masalasi hal qilinmagan bo'ladi. Keyin poliklinika, mahalla, pensiya yetkazish, subsidiya, ijtimoiy yordam, gaz, elektr masalalarida siz bu hududda ro'yxatda emassiz degan gap chiqadi. Shuning uchun pasport yoki ID karta yangilanayotganda yashash manzilini ham tekshirish juda muhim. 5-guruh. Xorijga chiqmoqchi bo'lganlar. ID karta ichki foydalanish uchun, xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ayrim ota-onalar farzandlarini ko'rish uchun Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarga bormoqchi bo'ladi. Ular menda ID karta bor-ku, shu bilan chiqaman deb o'ylab xato qiladi. Yo'q, chegaradan o'tish uchun xalqaro pasport, ya'ni xorijga chiqish hujjati kerak bo'ladi. Uning ham amal qilish muddatini oldindan tekshirish zarur. Keling, birinchi misolni olaylik. 2 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Unga yangi bank xizmati kerak bo'ladi. Kartani almashtirish yoki mobil ilovaga ulanish. Bank xodimi tizimga kirsa, ID karta muddati tugaganini ko'radi. Otaxon esa men har oy pul olayapman-ku, nega endi bo'lmas ekan deb hayron bo'ladi. Sababi shuki, eski operatsiyalar avtomatik yurishi mumkin. Lekin yangi shartnoma yoki identifikatsiya talab qiladigan ishda amaldagi hujjat kerak. Natijada otaxon avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga boradi, navbat oladi, hujjat yangilaydi, keyin bankka qaytadi. Agar u buni bir oy oldin tekshirganda pensiya puli shoshilmas edi. Ikkinchi misol, 6-8 yoshli onaxon qizining uyini meros bo'yicha rasmiylashtirishda ishtirok etishi kerak. Notarius hujjatlarini ko'rsa, tug'ilganlik guvohnomasida ism Gulbahor, pasportda Gulbahor, nikoh guvohnomasida esa yana boshqacha yozilgan. Notarius bunday holatda tavakkal qilib hujjat rasmiylashtira olmaydi. Chunki keyin boshqa merosxo'r kelib, bu boshqa shaxs edi deb nizolashishi mumkin. Shuning uchun avval ism familiya bo'yicha hujjatlarni moslashtirish, zarur bo'lsa FHDG orqali ma'lumotnoma olish. Eski yozuvlarni tasdiqlatish kerak bo'ladi. Bu ish bir kunda bitmasligi mumkin. 3-misol, Bobokson farzandining oldiga chet elga borishni rejalashtirdi. Chiptani oldi, sumkasini tayyorladi. Lekin aeroportga yaqin qolganda xorijga chiqish pasportining muddati 6 oyga yetmasligini bildi. Pasport muddati kamida 3 yoki 6 oy amal qilishi kerak degan talab qo'yadi. Natijada chipta kuyadi. Safar qoldiriladi, pul va vaqt ketadi. Men har doim aytaman, safardan kamida 2-3 oy oldin pasport muddatini tekshiring. Ayniqsa yoshi katta insonlar uchun bu juda zarur. 4-misol. Onaxon davlat xizmatlari markaziga ma'lumotnoma olish uchun boradi. Tizimda uning JSH raqami noto'g'ri ulangan yoki eski pasport ma'lumotlari bilan yangi ID karta ma'lumotlari mos tushmaydi. Xodim buni migratsiya bo'limi orqali aniqlashtirish kerak deydi. Onaxon esa bu jarayonni tushunmaydi. Bir idoradan ikkinchisiga yuradi. Agar farzandlari oldindan My.gov.uz yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumotlarni tekshirsa, bunday yugur kamayadi. Agar sizda amaldagi ID karta bor bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, ism familiyangiz barcha hujjatlarda bir xil bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, siz hozir vahima qilishingiz shart emas. Lekin baribir hujjatni bir marta qo'lga olib, sanalarni tekshirib qo'yish kerak. Chunki odamlar ko'pincha hujjatni faqat kerak bo'lganda qidiradi. To'y, meros, bank, safar, shifoxona yoki davlat yordami kerak bo'lganda esa vaqt kam bo'ladi. Agar siz xorijga chiqmaydigan bo'lsangiz, faqat O'zbekiston ichida yashayotgan bo'lsangiz, sizga xorijga chiqish pasporti shart emas. Lekin ID karta yoki amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat baribir kerak. Men hech qayerga bormayman, hujjat nimaga kerak degan qarash noto'g'ri. Hujjat sizning pensiya huquqingiz, mulk huquqingiz, tibbiy xizmat olish huquqingiz. Bank operatsiyalaringiz va ijtimoiy yordamlaringiz uchun asosiy kalit hisoblanadi. Agar siz yaqinda ID karta olgan bo'lsangiz, yana qayta borishga shoshilmang. Avval hujjatdagi ma'lumotlarni tekshiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSSHIR berilgan sana, amal qilish muddati. Biror xato ko'rsangiz, darhol tuzatish uchun murojaat qiling. Xato topilmasa, hujjatni ehtiyot qiling. Nusxasini yaqinlaringizga saqlatib qo'ying. Telefoningizda rasm qilib saqlab qo'yish ham ayrim holatlarda ma'lumotni tez topishga yordam beradi. Lekin esda tuting, rasm asl hujjat o'rnini har doim ham bosmaydi. Eng birinchi nozik masala. Keksa insonning o'zi bora olmasa nima bo'ladi? Masalan, u yotib qolgan, yurishi qiyin, nogironligi bor yoki uzoq qishloqda yashaydi.
Bunday holatda yaqinlari migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, uyga chiqish tartibi, ko'chma xizmat yoki vakillik orqali qanday rasmiylashtirish mumkinligini aniqlashi kerak. Har bir holatda talablar farq qilishi mumkin, lekin asosiy maqsad shuki, hujjatsiz qolgan keksani tizimdan uzib qo'ymaslik. Ikkinchi nozik masala ishonchnoma. Ko'p farzandlar otam yoki onamning o'rniga men borib hammasini qilib kelaman deb o'ylaydi. Lekin pasport va ID karta shaxsiy hujjat bo'lgani uchun biometrik ma'lumotlar, fotosurat, imzo kabi jarayonlarda fuqaroning o'zi ishtirok etishi talab qilinadi. Ayrim yordamchi ishlarni farzand qilishi mumkin. Masalan, navbat olish, ariza shaklini tayyorlash, to'lov qilish, maslahat olish. Lekin hujjatni rasmiylashtirishda shaxsni tasdiqlash jarayoni muhim. Uchinchi nozik masala to'lovlar. Hujjat almashtirishda davlat boji yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Miqdor yoshga, hujjat turiga, rasmiylashtirish tezligiga yoki amaldagi tartibga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun men aniq raqam aytganda ham, siz baribir eng so'nggi miqdorni rasmiy manbadan tekshiring. Chunki tariflar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Eng to'g'ri yo'l davlat xizmatlari markazi, migratsiya bo'limi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tekshirish. To'rtinchi nozik masala hujjat yo'qolgan bo'lsa. Agar pasport yoki ID karta yo'qolgan bo'lsa, topilib qolar deb o'ylar davomida kutmang. Yo'qolgan hujjat yomon niyatli odam qo'liga tushsa, sizning nomingizdan kredit olishga urinish, sim karta rasmiylashtirish, firibgarlik sxemalarida foydalanish xavfi paydo bo'ladi. Albatta, tizimlar hozir ancha kuchaygan, lekin ehtiyotkorlik kerak. Hujjat yo'qolsa, darhol vakolatli idoraga murojaat qiling. Yo'qolgani rasmiy qayd ettiring va yangisini olish jarayonini boshlang. 5-nozik masala eski hujjatdagi ruscha yozuv, yangi hujjatdagi lotin yozuvi yoki transliteratsiya farqi. O'zbek tilidagi ismlar lotin yozuviga o'tganda har xil yozilib ketishi mumkin. Masalan, Shuhrat, Shuhrat, Shuhrat kabi yozilishlar uchraydi. Bu kichik farqdek ko'rinsa ham, chet el vizasi, bank tizimi, notarial bitim, diplom, mehnat daftarchasi yoki pensiya hujjatlarida muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat olayotganda har bir harfni tekshiring. Xodim hujjatni tayyorlab bo'lgandan keyin emas, ariza bosqichidayoq ma'lumotlarni diqqat bilan ko'rish kerak. 6-nozik masala pensionerning bank kartasi va pasport ma'lumotlari mos bo'lishi. Agar ID karta yangilansa, ayrim banklarda ma'lumotlarni yangilash talab qilinishi mumkin. Ya'ni siz yangi ID karta oldingiz. Lekin bank tizimida eski pasport seriyasi va raqami turibdi. Keyin katta operatsiya, omonat, kredit yopish, karta almashtirish yoki valyuta operatsiyasida tizim savol beradi. Shuning uchun hujjat yangilangandan keyin bankka ham ma'lumotni yangilab qo'yish foydali. 7-nozik masala tibbiyot muassasalari. Hozir ko'plab xizmatlar elektron bazalar orqali yuritiladi. Agar keksa insonning pasport ma'lumoti noto'g'ri yoki muddati o'tgan bo'lsa, poliklinikaga biriktirish, imtiyozli dori, yo'llanma, nogironlik hujjatlari, sanatoriy masalalarida kechikishlar bo'lishi mumkin. Men shuni ko'p ko'rganman. Odam kasal bo'lgan paytda hujjat muammosini hal qilish eng qiyin bo'ladi. Sog' paytida vaqt borida tekshirish kerak. Birinchi qadam, uyingizdagi barcha keksalarning hujjatlarini bir joyga yig'ing. ID karta, eski pasport, xorijga chiqish pasporti, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya kartasi, nogironlik hujjati bo'lsa, uni ham ko'ring. Hujjatlar tarqoq holda bo'lmasin. Ko'p oilalarda boboning pasporti bitta javonda. Onaning nikoh guvohnomasi boshqa sandiqda, pensiya hujjati esa kelinning papkasida turadi. Kerak bo'lganda topilmaydi. Ikkinchi qadam, amal qilish muddatini tekshiring. ID karta va pasportda berilgan sana hamda amal qilish muddati bo'ladi. Agar muddat tugashiga 6 oy yoki undan kam vaqt qolgan bo'lsa, almashtirish masalasini kechiktirmang. Ayniqsa xorijga chiqish pasportida muddat juda muhim. Safarga chipta olishdan oldin pasport muddatini tekshiring. 3-qadam. Ism familiyani solishtiring. Pasportdagi ism, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya hujjati, bank ma'lumotlari va mulk hujjatlari bilan bir xilmi? Bitta harf farq qilsa ham belgilab qo'ying. Keyin tegishli idoradan qanday tuzatish kerakligini so'rang. Ba'zan FDY ma'lumotnomasi yetadi. Ba'zan hujjatni qayta rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Ba'zan sud orqali faktni belgilash talab qilinishi mumkin. Buni oldindan aniqlashtirish eng to'g'ri yo'l. 4-qadam, yashash manzilini tekshiring. Keksa inson qayerda yashayapti va qayerda ro'yxatda turibdi?
mahalla poliklinika, pensiya bo'limi va kommunal xizmatlar uchun bu muhim. Agar u boshqa farzandining uyiga ko'chgan bo'lsa, vaqtincha yoki doimiy ro'yxat masalasini o'rganing. Bu masalada mahalla ichki ishlar organlari migratsiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi maslahat beradi. 5-qadam. Davlat xizmatlari markaziga yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Odatda ID karta yoki pasport bilan bog'liq ishlar shu tizimlar orqali amalga oshiriladi. Borishdan oldin ish vaqtini, navbat tartibini, kerakli hujjatlar ro'yxatini va to'lov miqdorini aniqlang. Agar imkon bo'lsa, onlayn navbat oling. Bu keksalarni uzoq navbatda charchatmaslik uchun juda muhim. 6-qadam. Kerakli hujjatlarni oldindan tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi eski hujjat, tug'ilganlik yoki nikoh bilan bog'liq ma'lumotlar, to'lov kvitansiyasi ayrim holatlarda ariza talab qilinishi mumkin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, bu haqda alohida tartib bo'ladi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar shaxsning ma'lumotlarida farq bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarni ko'proq olib boring. 7-qadam. Hujjat tayyor bo'lganda uni olgan zahot tekshiring. Men aynan shu joyni alohida ta'kidlayman. Odamlar hujjatni olib cho'ntagiga soladi, uyga kelib qarasa, ismda xato yoki tug'ilgan sanada farq bor. Keyin yana qayta borish kerak bo'ladi. Hujjatni olayotganda darhol ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSSHR, amal qilish muddati, fotosurat, imzo va boshqa ma'lumotlarni tekshiring. 8-qadam. Yangi hujjat ma'lumotlarini muhim joylarda yangilang. Bank, pensiya bilan bog'liq xizmatlar, mobil operator, notariusda oldingi ishlar, tibbiyot tizimi, mulk hujjatlari bilan bog'liq jarayonlarda yangi ID karta ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Har joyga yugurish shart emas. Lekin muhim xizmatlardan foydalanganda eski pasport ma'lumoti qolib ketmaganini tekshiring. 9-qadam. Hujjatlarning nusxasini saqlang. Asl hujjatni ehtiyot qiling, lekin nusxalarni alohida papkada saqlash foydali. Farzandlardan biri telefoniga rasm qilib qo'ysin, lekin rasmni begonalarga yubormasin. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Uni har qanday odamga Telegram orqali tashlab yuborish xavfli. Firibgarlar aynan shunday rasmlardan foydalanib, turli aldov sxemalarini boshlashi mumkin. 10-qadam. Keksalarga buni sabr bilan tushuntiring. Siz tushunmaysiz, men o'zim qilaman deb qo'pol gapirmang. Qarilar hujjat masalasida xavotir olishi tabiiy. Ular eski tartibga o'rgangan. Siz ularga oddiy qilib ayting. Ota, bu sizning pensiyangiz vaqtida tushishi shifoxonada muammo bo'lmasligi. Meros va mulk hujjatlarida chalkashlik chiqmasligi uchun kerak. Shunda ular ham masalaning ahamiyatini tushunadi. Pasport va ID karta bilan bog'liq har qanday o'zgarishda faqat rasmiy manbalarga tayaning. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pasportlar bekor bo'ldi. Falon sanagacha almashtirmasang jarima bo'ladi. Pensionerlar uchun alohida majburiy tartib chiqdi kabi vahimali xabarlar tarqalishi mumkin. Bunday xabarlarni darhol ishonib yubormang. Rasmiy qaror hukumat portali, ichki ishlar organlari, migratsiya xizmati, davlat xizmatlari markazi yoki My.Dokubuz orqali tekshiring. Agar tushunmasangiz, mahallangizdagi mas'ul xodimdan yoki davlat xizmatlari markazidan yozma yoki og'zaki izoh so'rang. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Pasport masalasida eng katta xato beparvolikdir. Odamlar hali vaqt bor deb yuradi. Keyin aynan kerak bo'lgan kuni hujjat muddati o'tgan bo'lib chiqadi. Yoki ismda bitta harf xato bo'ladi. Yoki xorij pasportining muddati safarga yetmaydi. Yoki bank eski ma'lumot bilan ishlayotgan bo'ladi. Bularning barchasi oldindan tekshirish bilan hal bo'ladigan masalalar. Demak, qadrli tomoshabinlar, hukumat pasportlar bilan bog'liq tartiblarni yangilab, hujjatlarning elektron tizimlariga mos, aniq va amaldagi bo'lishiga katta e'tibor qaratmoqda. Bu o'zgarishlardan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo ham bo'lish mumkin emas. Ayniqsa qarilarimiz tayyor turishi kerak. ID karta muddati, eski pasport, xorijga chiqish pasporti, ism familiya mosligi, yashash manzili va bank pensiya ma'lumotlari albatta tekshirilishi lozim. Bugun uyga borgach, ota-onangiz yoki bobongiz, buvingizning hujjatlarini bir marta ko'rib chiqing. Agar muddati yaqinlashgan bo'lsa, navbat oling. Agar ma'lumotlarda farq bo'lsa, tuzatish yo'lini so'rang. Agar xorijga chiqish rejasi bo'lsa, pasport muddatini hozirdan tekshiring. Shu oddiy harakatlar keyinchalik katta muammolarning oldini oladi. Sizning oilangizda shunday holat bo'lganmi? Pasport muddati o'tib ketgani, ismda xato chiqqani yoki bankda hujjat sabab muammo bo'lgani, izohlarda albatta yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi.
videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni qarindoshlaringizga, ayniqsa yoshi ulug' yaqinlaringiz bor oilalarga yuboring. Hujjat tartibli bo'lsa, odamning ko'ngli ham xotirjam bo'ladi.